Assalomu alaykum. Hammalarning uchuvchi bo'lmoqchi bo'lganlar asosan shu kanalga o'tamiz. Shu kanalga o'tib, pinni bossalaring, kirish bor va profadbor. Profadbor haqida gaplashamiz bugun. Profadbor haqida ma'lumot nimali tushuniladi? Bu ya'niki siz ruhiy jihatdan shu kasbga mosmisiz yoki yo'qmisiz, shuni ko'rib chiqiladi. Bu yoqda tayyorlanish uchun mana link bor. Keyin Chrome'dan ochamiz. Gражданский test har bittasini ko'rib chiqamiz. Trayektoriya. Buni kompyuterda ishlagan yaxshiroq. Asosiy maqsad nima? Mana to'rtburchakda mana shu labirint bo'yicha iloji boricha chekkasiga tekkizmasdan bu yoqqacha olib kelish bo'ladi. Buni probelni bossangiz klavishda o'zi ishlashni boshlaydi va strelkalar bilan buni olib kelib qo'yasizlar. Nachasi boshlaydi. Nima qilishdan keyin. Maqsad iloji boricha tezda olib kelish. Iloji boricha, misol uchun boshida sekinroq sanayman, keyin oxirida уже maksimal tezroqqa qo'yaverasizlar. Chunki qisqa vaqtda oxirigacha olib kelish. Xo'p, konsentratsiya. Konsentratsiyada mana hozir ishladim. Bu sredniysi nima qilgan? Logika qanaqa? Mana o'qib chiqsalaring 10 qora bo'lishi kerak, 1 qizil bo'lishi kerak. Ya'niki qanaqa qilasizlar? 10 qora topasizlar, keyin 1 qizil, 9 qora, ya'niki orqadan qora 10, 9, 8, 7, 6, 1 bo'lib 1gacha boradi. Qizil naborot 1, 2, 3, 4, 5 qilib ketadi. Shuni ishlashga to'g'ri keladi. Lekin misol uchun osondan boshlaysizlar. Osonda mana bu yerda 1dan 25 gacha. Okey, muammosi yo'q. 1, 2, 3 qilib ishlayverasizlar. Lekin imtihonda prostoy bas, sredniy, mana sredniyni ko'rib chiqamiz. Sredniyda qanaqa bo'ladi? Sredniyda xuddi shunaqa, mana 10 qora 1 qizil aytganimdagi 10 qora 1 qizil, 9 qora 2 qizil, 8 qora 3 qizil. Xo'p, life hack buni ishlatishni ko'rsataman. Ya'niki 10 qora bo'lsa 1 qizil ketyapti, to'g'rimi? 9 qora 8, 7 osiyon solib tushuntirib beraman. 4, 3, 2, 1. Okey. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Life hack nimada? Ya'niki siz mana 10 ga 1 ni qo'shsangiz necha bo'ladi? 11 bo'ladi. 9 ga 2 ni qo'shsak 11. Xullas, любой bu yoqdagi sonni qo'shsalar 11 bo'ladi. O'shani misol uchun bittasini eslab qolasiz, ya'ni qora rangni eslab qolsangiz, hech bo'lmasa qizilni qo'shib ketganingizda, ya'ni masalan 11 chiqaveradi-da summasi. Faqat mana joyida, ya'ni o'rtasida har doim ehtiyot bo'lasiz, chunki u vanga ketganda pastga ketayotganini bilasiz, qizil uj ko'tarilishni boshlaydi. Shunda ajratib olmaysizlar, ya'ni chalkashtirib olmaysizlar. Shunisini esdan chiqarmanglar. Buni ham qancha tez ishlasangiz, o'shancha o'ziga plyus bo'ladi. Bu sizlarga life hack. Chisi, ya'ni bitta hozir bitta soat, okey. Soat berilgan. Soat strelkalik. Keyin ko'rib chiqamiz. Strelkalik soat. Strelka soat, bitta 12 deylik, bitta 6, bitta 3, bitta 9. Soat strelkalari har doim 10 ga yuradi, to'g'rimi? Bu yerda ko'p turganlaring mana 2 bu yerda bo'lyapti, to'g'rimi? 2 bu yerda bo'lgani uchun bitta 2 bo'lgandan keyin strelka mana bu holatda turibdi. Qanaqa qilamiz? Buni oddiy yo'li juda ham oddiy. Sanaysizlar. 2 bo'lgandan keyin bu yerda 3, 4, 5, 6. 6 bo'lgandan keyin bu katta strelka 30 da turibdi. 7, 8, 9. Demak 9 30 bo'lgan vaqt. 9 30. To'g'ri, xuddi shunaqa nimada ishlatamiz. Keyingisi 6, 7, 8, 9, 10. 50 da turibdi. 11, 12. 1. Demak
vaqt 1:50 bo'lgan. Okey. Xuddi shu logikada hammasini ishlaysizlar. Bu yerda ham qanchalik vaqtga ishlasalaring, ya'ni tez ishlasalaring o'zlaringga plyus bo'ladi. Konsentratsiya, haligi konsentratsiyani ancha murakkabrog'i, ya'ni bu yerda 24 tali. Xuddi shu logikada ishlaysizlar. 24 qora bo'lsa, bir qizil ketaveradi. Shunaqa qilib ishlaniladi. Shuni esdan chiqarmanglar. Erta vaqtda ishlaydi va murakkabroq bo'lishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha murakkabrog'ini qanchalik ko'p ishlasalaring, mana 49 tali ekan, o'zlaringga plyus. Imtihonda bo'lishi mumkin, tam 25 tali maksimum beradi yoki mana qiyinrog'i beriladi. Ya'niki bu yerda topishdan tashqari kerakli so'zni ham yozib borishingiz kerak ekan, чтобы oxirida o'sha rangga mos so'z chiqishi uchun. Skors reaksiyada bunda nima logika? Shundaki, mana kirpich mana liniyaga to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, buni tezliklar har xil bo'ladi. Qanchalik siz to'g'ri olib kelsangiz, bu shunchalik maksimalni zo'r qilgan bo'lasiz. Yerda testda bir nechta shans beriladi. Ya'ni 10 tadan tam nechtadir ham to'g'ri olib kelishingiz kerak. Va bilingki, erta ancha tez bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha shu nimaga qo'yasiz. O'ylamang, to что bu qaytib keladi deb. U bitta o'tib ketdimi deb o'tkazib yuborsangiz hisobda. Shunaqa. Test nimada yo'q edi, Toshkentda yo'q edi, lekin Rossiyada bor edi. Bundan logika qanaqa? Ya'ni 1dan mana shu 1 ya'ni 1 dagi son uzr. Mana 1 dagi liniya qayergacha olib keladi. Ya'ni siz topishingiz kerak bo'ladi. Nyuansi to что bir nyansi ruchka ishlab bo'lmaydi, faqatgina ko'z yordamida bu yerdan mana shu 1dagi bu yerda chap tomondagi son o'ng tomonni qaysi biriga mos kelishini topishdan to'g'ri keladi. Xo'p. Va пространство. Okey. Bu yerda sever, yug, zapad, vostok. Okey, bu kompas tushuntirib beraman. Kompas ham soatdek oson. Ya'niki kompas tushunmaganlar uchun sever, yug, zapad, vostok. Okey. Bu tomon soответственно severa, vostok bo'ladi. Chap tomon bo'lsa severa, zapad, yug, yuga, vostok, yuga, zapad. Logika xuddi soatdagi, ya'niki soat o'ng tomonga stelka ketayotgan bo'lsa, demak u sever, vostok o'zgartirib boradi. Agar chap tomon ketayotgan bo'lsa, o'sha boshqacha nima qilinadi. Qanaqa ishlash kerak buni? Ishlash oson, ya'niki siz asosan части svetni yodlab olasiz, 100% yodlab olishingiz kerak. Yodlab olgandan keyin stelka mana bu ko'rsatib turgani mana bu yerda sever, vostok bo'lsa, demak o'ngga yursa vostok bo'la 45 gradusdan keyin. Bu yoqqa yursa yuga, vostok, demak to'g'ri javob yuga, vostok hisoblanadi. Bu yerda yuga, zapad bo'lgandan keyin yana sal bu yoqqa o'tsa zapad bo'ladi, qaram qarshisi vostok. Demak bu yerda vostok javob bo'ladi. Bu yerda sever, zapad mana ko'rsatyapti. O'ngga yuryapmiz. Sever, zapad bo'lgandan keyin severni ko'rsataversin, qarama qarshi yug bo'ladi. Shunaqa qilib yodlab olganingizdan keyin asosiy частini bu ishlashingiz juda ham oson hisoblanadi. Zapad bo'lgandan keyin demak bu vostok bo'lyapti, to'g'rimi? Vostok demak mana yug bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib ishlaysiz. Buni ham vaqt ishlashingiz kerak. Qancha tez ishlasangiz, sizga ball yuqoriroq bo'ladi. Qancha sekin ishlasangiz, shunchalik ballingiz tushib ketadi va bu testlarni o'ta olmasligingiz mumkin. Тренажерное внимание deb qo'yibdi. Test. Bu просто qo'lcha. Ya'niki sizga o'zi belgilab berishadi testda. Tepasiga qarab turgani yoki pastga qarab turgani. Просто
Ordinarniy и двойные. Xo'p, na часть test qilamiz. Ya'niki siz berilgan tepa va pastga qarab turganlarni topasiz. Okey, mana tepaga qarab turibdi, mouse tushadi. Pastga qarab turganini keyin mana tepa past qilib xuddi shunaqa topasizlar. Logika oson, juda ham oson va qanchalik ko'p ishlab qisqa vaqt ichida ishlasangiz progress qilasizlar. Mana уже oxirida xatolarni ko'rsatib beradi, qoldirib ketgan. Lekin shuni esdan chiqarmaslik kerak. Тренажерное внимание это двойной bo'ladi. Ya'niki sizga shunaqa qilib ikkitasini tanlab beradi. Vaqt ishlashingiz kerak. Ya'ni ikkala shaklni ham eslab qolishingiz. Tepasi tashqari tomon tepaga qarayapti va pastga chapga va o'ngga qarayapti. Xuddi shunaqa qilib topasiz. Tepaga pastga qarayapti, chapga va o'ngga. Shunaqa qilib topasiz. Agar boshqachasi bo'lsa, uni ham belgilab ketaveradi. Mana bu bo'lsa, mana o'sha xatolarni qizilda ko'rsatib beryapti. Oxirida bunday xuddi shunaqa vaqtga ishlagandan keyin progressni boshlang, xatolarni, kamchiliklarni to'g'rilab beradi. Bundan ham qancha ko'p qisqa vaqt ichida ishlasangiz, o'shancha o'zlaringizga plyus. Bunda ham logika oson, ya'niki mana ko'rib turibsizlar, simvolika to'g'ri mana tenglik belgisi, восклицательный знак, undur belgisi, x turibdi va tenglik turibdi. Xo'p, so'z bergan mana shu simvolikaga mos tushadimi yo'qmi sizlar ko'rib berishlaring kerak. Как informatikaga o'xshagan desa ham bo'ladi. Bu yerda so'z bas, как shakl deb bilinglar. Mana okno tumaloq turibdi, ikkita boshqacha k turibdi va o turibdi. Ya'ni ikkita tashqarisidagi bir xil bunga mos tushadi logika bo'yicha, to'g'rimi? Shunday belgilanadi. Xo'p, qolgan so'zlar misol uchun mos emas. Buni o'tamiz. Dollar znaki x tenglik x. Demak, 2 va 4 bir xil bo'lishi kerak. 1 va 3 degalar o'xshamasligi kerak. Xo'p, mana bu yerda 1 va 3 ham o'xshayapti, 2 va 4 ham o'xshayapti. Bu xato bo'ladi. Mana para. Ya'ni 2 bilan 4 o'xshayapti, a turibdi. 1 3 o'xshamayapti. Demak, shu to'g'ri so'z hisoblanadi. Shu hieroglifga mos. Oson men. Bu yerda ham xuddi shunday 3 4 o'xshash bo'lishi kerak. Dacha 3 4 o'xshaydi. Yana nima? O'xshamasligi ham mumkin. Umuman bir-biriga o'xshamasligi mumkin. Demak, o'xshamaydiganlarni topasizlar. Hozir bu yerda bormikin? Topolmadim. No'tsalim xuddi shunaqa logikada ishlanaveradi. Pribor, okey, mana ko'ryapsizlar. 9 ta pribor turibdi, to'g'rimi? Ketma-ket 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Bu yerda ham shu tumaloq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta tumaloqlar turibdi. Ya'ni znak qo'ygan. Znak bo'yicha bunaqa. 1 2 3. Mana shu uchalasini sizlar nimasini summasini topishlaringiz kerak. Xo'p, qanday topamiz desalaring, mana qarayapsizlar, shkalani ichini ko'rsatyapti. Bilasizlar, o'ngga ketsa plyusda, chapga ketsa minusda. Xo'p, sanaysizlar, bu yerda 5 5. 1 2 3 4 4 ko'rsatyapti. Bundachi, bunda 2 ni ko'rsatyapti. Qo'shsalaring 4 ga 6 bo'ladi. Xo'p, bu yerdachi 7 ni ko'rsatyapti. Qo'shsalaring 13 bo'ladi. Demak, bu yer javobi 13 da to'g'ri. Qiyinroqni yechib ko'ramiz. Ya'ni bu yerda 4 ko'rsatyapti, bu yerda 6, 20 bo'ladi. Chunki har bitta shkala bu yerda 4 dan bo'lsa 20 plus bu yerda 2 bo'ladi, 22, bu yerda 5 bo'lyapti. Demak, bu yerdan 5 dan olamiz, 17. Chap 17. Tekshirib ko'ramiz. 17 to'g'ri javob bo'lyapti. Задачки на время. Окей. Buni vaqtga ishlanar ekan. В одном ящике было 14 яблок, а в другом на 6 яблок больше deyapti. В обоих ящиках. Demak, bittasi 14 ta ekan, ikkinchisida 6 ta ko'p ekan. Ya'ni 14 bo'lsa, nargisi 20 ta ekan. Jami nechta deyapti? 20 plus 14 34 bo'ladi.
Okey, xuddi shunaqa ishlarni мальчика было 24 яблока, часть из них он отдал. 7 яблок у него осталось. Сколько яблок он отдал? Yana to'rtdan 7ni ayiramiz bo'ladi 17 olmani u berib olgan. Колхозник было 27 гектар земли. С каждого начали по 5 центнер урожая. 1/3 продали, то сразу сколько у них осталось. Xo'p, 24 ni 5 ga ko'paytirib 3 ga bo'lar ekanmiz. 24 ni 3 ga ko'paytirib 8, 8 ni 5 ga ko'paytirib bo'lsa 40, demak 40 dan berib olgan. Осталось deganda, demak 8 sonda qo'ygan, 40 dan berib olgan. To'g'ri. Хозяйка варит за 5 дней 15 килограмм картофеля. Сколько килограмм она варит за неделю? Okey. 15 ni 5 ga bo'lamiz, 3 bo'ladi. 3 ni 7 ga ko'paytiramiz 21. На двух полках всего 18 ekan. Ikkinchisida 2 barobar ko'proq, чем сколько на каждом полке. Jami 18 ta ekan. Ha, demak bittasi 6 ta, ikkinchisi 12 ta ekanda. Demak 12 va 6. O'g'li 5 yoshda ekan, otasi 15 yildan keyin 3 karra ko'p bo'lar ekan. Otasiga hozir necha yoshda ekan? Okey. 3 barobar ko'p bo'lsa, demak hozir 5 bo'lsa, hozir 15, 20 deylik. O'g'li 20 kirgan, demak otasi 60 ga kirgan. 60 ga kirgan. Qani? Plus 60 ga kirgan bo'ladi. Otasi demak hozir 45 yoshda ekanda. Сейчас нужно умереть сантиметр, который свечи длиннее на 45 см, поскольку раз тень длиннее свечи. Üç barobar ko'p bo'ladi. Mana orqaga qaytaman. Biz bunda logika shunaqa, sizlar sanashni o'rganishlar kerak. Ya'ni 15 sekundgacha shoshilmasdan sanaysizlar. Xo'p. Lifehack, trenirovka deyapti. Sanaymiz. 1, 2, 3, mana o'z ko'rsatib 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Shunaqa sanaysizlar. To'g'ri, pristupist boshlagan. Sanashni boshlaydi. Xo'p. Buni soatda olasizlar, sanashni o'rganasizlar, iloji boricha xotirjam bo'lib, chunki stressli situatsiyada odam shoshiladi. O'shaqa shoshilmaslikni bitta ko'rsatib berishlaring kerak bo'ladi. Shuning uchun ham bunga e'tiborli bo'lasizlar. Mana sizlar bilan gaplashib 15 sekunda diskasiya qo'yildi. Okey, zaвершить qilamiz va qolganlarini keyin ko'rib chiqamiz.